Balalig'ingda har qismi esla kelib yurgani chekib qochadigan Yaqub. Xuddi taqir bosh peshinga nadandir birisi kelib chekib qochgandek. Boshlang'ishda men bilan parallel o'qiydigan bir qiz bor edi. Bizga yiroq bo'lmagan qo'shni mahallada o'tirardi. Odatda bir eg'iz gap qilib boqqanim yo'q. Keyin gap qilishga jur'atim ham niyatim yo'q edi. Lekin bilib bilmay uning mahallasiga berib qolatdim. Bizning mahalladan o'tganda xatarlik harakatlarni qilgan qiyofatga kirib olatdim. Uningga ko'rsataman deb velosipedni keynimchilab haydashni o'rganganman. Buning qanday hissiyat ekanligini bilmaydim. Uni desang, hozirmi bilmayman. O'ylaydiganim, u ketib borgan chaqda to'ksimidagi qog'ini tosh etib so'qib tushirib-assam, Yaqublarni qata turg'izib olib qanday tanqidlayotganligimni ko'rsa, to'pni osmonga tepsam, u osmonga qarg'ach o'tib bo'lgandimi tushmasa deganda xiyollar edi. Yaqub dedim men bir kuni. Av o'ri qiz balaning so'mkasini elib qochqanda, men qo'g'lab yetishgan qiyofatga kirib olib sendan elib olay. Bu ishing uchun buloqdek marmardan 5 ni olasan. Lekin qochgan chaqda ishdik, men qo'g'ilganda astroq qocharsan. Xiyolimda uning so'mkasini qutuldirib olib, uningga olib bermanda, qo'limni yanchiqimga salgan holda, uning rahmat degan gapini ilik olmay ketib qolaman deganlarni planlagan edim. Yaqub, "Nemishqa unda qilamiz?" deb so'rabmi qo'ymay, 5 marmar uchun jinim pido dedi. U 4-5 qizi bilan birga ketib boratdi. Marmarga erishishning bundaq yo'li borligini xiyoliga keltirmagan Yaqub taqatsizlanib tipcheklab turardi. "Av o'tirdikisi shu" dedim men Yaqubga. U zanjirdan bo'shangan tayg'andek etilib borgancha uning so'mkasiga esildi. Ular nemish bo'layotganligini bilib bo'lguncha so'mka uning qo'liga chiqib bo'ldi. Lekin orasidagi yuqori yillikda o'qiydigan igiz bo'yliq bir seriq qiz uning gadindan ittirib yerga bosdi-da, mingisining kayni yerimiga qon qilib ushni, oldingi yerimiga palaqiltib 4-5 ni soldi. Ondan 5-ni changallab o'ltirib qolgan Yaqubning dumbasiga netchini tepdi. Yaqub davomli o'ltirishning xato ekanligini bilib, kayniga qarab pat-pat tilligancha tayoq yegan itdek salpiyib yenib keldi. "Hech qisi yo'q" dedim men ko'zlariga yosh kelib turgan Yaqubga qarab. "Hech qisi yo'q emas, balkim noyati yaxshi qilding. Men baya u qizlar bilan tang bo'lmay deb o'zini qanday tutib olganligingga qarab turdim. Beshing uning chatirg'ida qilib, mingangning oldi va kayniga mushaplaqlar tegayotganda qancha qitim uningga erkaklik bilan qo'l yandirmaganligini barkalla e'tiqod sanab turdim. Uning qo'li og'rib ketmasin deb tepiklari uchun zo'ngzayib berganingda, men sana o'xshash zo'ngzaygan peti yerga paloqqada qo'limni urib sana qo'l qo'ydim. So'mkini yuzingga atgan chaqdama to'smay qarab turganingda, o'g'il bola deb to'litishga oz qoldim. Agar ashu qizlar bilan tang bo'laman deb o'zingni tutib ololmay, birer mush etish emas, atgan mushtini to'sish uchun urinib qolgan bo'lsang edi, sendan qattiq ko'nglim qolgan bo'ladi Yaqub. Qahramonliging uchun garchi so'mkini elib kelolmasangmi, sana va'da qilingan marmarning birsimi kemaytilmaydi. Uning shuncha tillarini anglabmi, kayninga qarab qo'ymay qaytib kelgan mardonliging uchun marmardan yana birini qo'shib berishni o'ylashyapman. Bularni deb o'ltirmasammi, o'zingning mardonligidan o'zing ta'sirlanib, ko'zlaringga issiq yosh kelayotgan bo'lishi mumkin. Ammo qo'shib qo'yishim kerakki, dumbangdagi oyoqning izlari ko'zimga qahramonlikning tamg'usida ko'rinyapti. Uni teqivassangmi mayli, ammo mavi yirtilgan yoqangni onangga yamitishingni tashabbus qilmayman. Erkaklikning bir yot nomusi bo'lib qolsa ajab emas. U bularni anglab, ko'zlarini yummasdan yoshlarini qurtib ichishga tirishib, yoniga qarab oldi va qiz bola bo'lmagan bo'lsa, deginicha qon aralash shaloqqida birni tukirdi. Bayamqisidak orqa mingisini silabmi yurmadi. Texi faxrlangandek yirtiq yoqisini ustiga bir ko'tirib qo'ydi. "Asli men irqi seriq qanjuqni toza qo'yay degan, o'ligini setib yetib olmasin dedim", dedi u dumbisini qoqqach. "Ashundaq deb yaxshi qilding Yaqub. O'ligini sapmagan taqdirdimi, uni dumbalab yurish sen uchun bir o'lim bo'latdi. Yilimi sendan ansiraydiganim, keyin yana uningdan o'ch olaman deb uning oldini to'sib yurma. Uchirgan yerda berib yuz ko'zlariga qaras qo'risi daslib yetishdan o'zini qattiq tut. U demisangmi shundoq qilaman degandek ortiq gap qilmadi. Ammo Yaqub, so'mkini ololmaslikqa cho'ng gap emas. Ammo ashu harakatlaringning zoya ketganligiga ichim sal echib turibdi. To'chqonga etilgan burkutdek bordingda, so'mkini birdan qo'lingga elib bo'lding. Bu harakatlarni sen nadan o'rgangan bo'lg'ayding? Bu men uchun yerdan bir narsa olganchilik ish", dedi Yaqub to'liq asliga kelib. "Men yerdagi o'zimning narsasini unchalik ola olmayman. Mumkin bo'lsa, ashu harakatlaringni yana bir qatim ko'rsatib qo'ysang deyman. Ammo erqi seriqni ko'rsang, o'zingni tutib ololmay qolishingdan saqlanish uchun eng yaxshisi u yo'q vaqtda ko'rsatib qo'yishga ma'qul bo'l. Seriq yo'q yerda degan gapni anglab, u xuddi hozirla ko'rsatib qo'ymoqchidek, "Ma'qul" dedi. Atsi biz maktabdan baldurli qaytib, yana shu yerda uni saqlab turdik. Uning mahallasiga oz qolganda, qolganlari boshqa ko'chaga qayrilib ketishdi. Yaqub menga ko'rsatib qo'yish uchun tunugingidimi chaqqonlik bilan uning so'mkasini yulibla elib mangdi. 20-30 metr qo'g'lab yetishishga oz qolganda, oldimizda kelayotgan bir odam velosipedini yotqizib qo'yibla, to'g'ini qovugandek oldimizni to'rib oldi. Yaqub uni mendan baldur ko'rgachga, so'mkini tashlabla darhol o'zini oqqicha oldi. Men bo'lsam, uning qo'liga o'zim tushib bergandekla tushib qoldim.
U somkani bo'ynimga ortib, qulog'imdan tortgancha qizi tarafga elib mangdi. "Avo elib qechib ekan, men qo'g'lab elib beray" degan dedim uningga. U texmi qattiq chujidiki, hargiz bo'shtay demedi. "Men bu somkani elib nima qilaman tag'a? Men rostila qo'g'lab elib beray degan, qulog'imni qo'yib bering deyman." U meni so'rab qizining yeniga elib kelgandan keyin uningga qarab, "Kimi bu?" dedi. "Bizning maktabda o'qiydigan bola-ku deyman" dedi u men qarab. Men uning oldida somkasi bo'ynimga esilgan holda qulog'im chujilgan holatda turishni o'ylab bakmagan edim. "Adolat, dadangga tushuntirib qo'ya. Men sening sinfingning yendiki sinfda o'qiyman-ku. Gimnastikada burun sening qiypash udulingda turatdim-ku. Sen tozlik qilayotganda men bir chilak suvni sening maydoningga sepatmaganmi? Sinfinglarning ishigini lo'ngi bilan chigib qo'yib ocholmay turganda men tishlab echib bermadimmi? Men sening somkangni nimishqa oqqichiman. Tunugimni somkani oqqashgan ashidu, u ashindaq o'g'ri nima? Bo'lmasa sizlar mushu yerda midirlab ketmay turib turinglar. Men berib uni tutib kelay. Endi u qo'lg'imni qo'yib berarsiz." U birdan menga, birdan qizga qargancha gaplarimning hammani anglab turdi. Gerçi qo'yib bermisimi, qo'li bayamqidan xeli bo'shigandek qildi. "Menga" dedi u meni keyniga borab. "Meni uning uyiga boshlab oppa." Uning bundaq deyishi kimning xayoliga keldi? Agar bilgan bo'lsam, buncha vala gapni qilib yurgicha, uni texmi qattiq chujib ol deb, yana bir qo'lg'imni tutib bermaydimmi? U mushu atrofda yuradigan bir lalma bola. Uning uyini men bilmayman, dedim men. "Tunugin sening mahallangga kirib ketgan-ku", dedi qizmi. "Sen bilan bir mahallikdu?" "Menga", dedi dadisi meni oldiga silkib. "Uni endi nega aparsam bo'la? Yaqubning uyiga aparsam, Yaqub hammani davitidu. Hozir qassamga qachalayman, lekin buning bilan qutulg'in bo'lamdi. Ati meni izlab maktabga borsa, texmi satlashmamdim. Nima baloga qoldim men? Yaqub mushtabda bir yerlarga mukib, meni tomosha qilib o'tiribsan-ku deyman. Somkani menga baldurroq berib etgan bo'lsang it, menmi baldurroq kechib ketalaydim. Sen bilan qilgan bir ishning maqomlashib batganini ko'rmadim. Mushlarni o'ylag'ach, uni keynimga selib ketib baratdim. "Tag'a", dedim men uningga bizning mahallaga oz qolganda. "Bugun uni tutib olib bek yaxshi qildik. O'tganda u mening chopinimni o'g'irlab olib, dadamni uyiga boshlab kelgan edim. Dadisi balamni o'g'ri ko'rdiganga nima isboting bor deb turib oldi. Onasi degan saran xotun qaychini tutib olib dadamning belekiga bir uchini sanjivatdi emasmi? Dadam xap o'g'irliqinga bir isbot toparman deb kunda qaychini onamga biletkizayotgan. Vaqtim isbot tepildi. Dadamni boshlab olsaqla, siz gap qilmay, dadamning ularga qaychini qandoq tiqadiganligini ko'rib tursangiz bo'ladi." Uning qadimi sal ostiladi. Men ulabla dedim. "Mahallaga kirganda avval bizning uyga kirib dadamni to'g'lab olayli. Bo'lmasa sizmi birga kiring. Onamning beligini birla qaychi emas, sizgimi bir chiqidi." "To'xta", dedi u. "Bu mahallagi hammang sarangmi nima? Dadam qaychi tiqsa, men yo'q yerda o'zi ayrim tiqsin. Menga shuning uyini ko'rsatib qo'y." "Ma'qul, dadam balki mahallada uchrashi mumkin. Lekin siz uyga kirganda somkani elib qochganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim deb ching turib eling. Demisimi rost ko'rdingizmi? Qolgan ishlarni dadamga qo'yib bersangiz bo'ladi. Dadamning beligi bilan yurki bugun oxiri saqiydigan bo'ldi." "To'xta, mening sening dadang bilan nima ko'rim deyman. Dadang ikkisi mening oldimda bir-biriga qaychi tiqsa, ya'ni mushunda qilishamsan, qilishmamsan", dedi u bayamqi gapining kaynini yutib etib. "Yuring deyman, hech bo'lmasa dadamga bir deb qo'yib ketsangiz bo'ladi. Isbotli bo'lsa, dadam qaychi olmaymi, ularning yuz ko'zini yirtib o'talaydi. Men har qaysinga bir fursat beray. Sen uningga deb qo'y. Yana shunda qildiganligini ko'rib qolsam, o'g'u mendan bak qo'rqidi", dedim men uning gapini tortib olib. "Baya meni ko'rib qandoq qochganligini ko'rdingiz-ku. Sizning qanchalik ochiq yomon odam ekanligingizni uningga qulqimni ko'rsatib turib deyman. Lekin dadam bilan uning uyiga bir kirib bersangiz bo'ladi. Dadangning gapini qo'yava. Dadang bilan mening nima ko'rim? Yana bir qitim deb qo'yay. Yana shunda qilib qolsa, o'zim qaychi bilan qo'llarini kesib olaman. Xotirjam bo'ling, qo'lingni kesib bo'lib yurgingga tiqaman", dedi deyman. U ketgandan keyin men mahallaning bir bulung'idan Yaqubni topdim. Yaqub hijoyg'inicha menga qarab turdi. "Hijayma Yaqub, sen qilgandek men uni uyingga boshlab borgan bo'lsam, onang tirangni shilib tuzga chilaydi. Kel, men senga o'ltirgach uning qulog'imni qandoq cho'jiganligini deb beray. Qulog'im bak og'rib ketib boradi." "Baya hammani ko'rdim", dedi u kulgancha. U avval qulog'imni 150 gradusdek to'lg'idi. Ondan oldiga va yuqoriga tangli tortdi. O'tgan qitim dadamga bunchalik kasbiy tortalmagan. "Qarapaqa Yaqub, mavi qulqimga qaraganda yuqoriga qanchalik, oldiga qanchalik menib ketdi ekan. Qulqim hozirmi bir yerlarga ketayotgandek sezilyotdi." Yaqub ikki tarafimga ayrim qaragandan keyin udulimga kelib keyniga yenib yana bir qaradi. Ondan rangi bilan tomliqini hisobga olmaganda egizligi va kengligi asos jihatdan o'xshashgan dedi.